ustalarda yoki bo'lmasam o'sha quyosh invertorlarining panellarini sotadigan deylik do'konlarda, menejerlarda shunaqa muammoga duch keladi. Chunki menejerlar asosiy ishi sotaman bo'ldi deydi. Eng asosiy sifatli narsa qaysi bir yaxshi, qaysi bir yomonligini tavsiya beraman bo'ldi. Bu yog'i ishim yo'q, yo'qni elektrikka yo ustanovshik ishi deydi. Lekin bir xil payt ayrim bir ustanovshiklar borda, o'zim bilaman deydi-da, bilmagan odam ham kelib turib, "O, katta ustaman" deb olib ketadi-da, borib ular olmaydi. Keyin telefon qiladi. "Aka" deydi, "Sizga pulini to'lab qo'ydim-ku, yordam bering, maslahat berib yuboring" deydi. O'sha paytda ayrim bir menejerlar nima qiladi? "Biz ustamiz bor, ular beraman" deydi yoki bitta katta usta bor, undan maslahat so'rang deydi. Elementarniy narsani u usta yo safarda bo'lib qoladi, yo bo'lmasam o'sha Sarvar akaga o'xshab seminarda trubkani ko'tara olmaydi. Ani o'tiribdi, ani uyda egalari hozir mana duo qilamiz, stansiyani yoqib beradi deydi. U yoqolmay o'tiradi, peshonasidan ter oqib. Shunaqa holatlarda biz uchun oddiy misol yosh ustanovshiklar uchun life hack qilganmiz. Ko'p ustalarimiz deylik energetika sohasida o'qimagan yoki bo'lmasam shu o'qimasdan diplom sotib olgan yoki bilmaydi. Ko'pchilik samouchka, ular uchun eng oson narsa nima? Hamma invertorlarda, misol DEda maksimalniy напряжение quyosh panelidan kelgan 850 volt bo'lsa, minimalisi 200 volt deb yozilgan. Biz uni nima qilamiz? Oddiyroq tushuntirish uchun 850 dan 200 ayir deymiz, nechi qoldi? Deylik 650 qoldi. Shu bo'ldi, напряжение 650 dan oshirma, o'lganda quyosh panellarining yig'indisi deymiz. Ular deymiz, xato qilmaysan deymiz. Eng osoni shu. Yana uni qayerdan olasan? Qayerdan olaman deydi. Tester bilan keladi, bitta panelni tekshirsa 41 volt berib turibdi. U 41 volt deylik yoki 45, 46 beradi o'zi xalosda xodda tester ulaganda. Qishda misol напряжениyaning oshishi, yozda bo'lmasa tushishini hisobga olib, nima deymiz? O'sha har bir panelning birkasida o'rtacha xalosda xod 50 volt deb yozilgan. Bo'ldi, 50 voltni ko'paytir deymiz. 8 ta, 12 ta, 14 ta panelni ulasang, 600-650 voltga chiqasa, bo'ldi deymiz. Shu narsani misol o'zingiz uchun bilib olsanglar, eng osoni. 850 voltdan 250 volt, 200 voltni ayiramiz, 650 qoldi, bo'ldi. O'sha напряжениyadan oshirmanglar deymiz, bo'ldi. Shunda qishda напряжение panelda ko'tarilganda ham yoki bo'lmasam yozda tushib ketganida ham, ani invertorimiz stabilni ishlayveradi. Nagruska bo'lmaydi, qiynalmaydi. Men shu 06 ga ko'paytirgizib boraman. 06 ga ko'paytiramiz, 60% degani. U ham, bu ham почти bir xil, bir-biriga yaqinroq. Endi nima uchun endi kimlargadir 06 ga ko'paytir, 60% ni ol deb nauchnik tushuntiradigan bo'lsak, kimdir u sohada qiziqadi, zo'r biladi. Kimdir haqiqatan bilmaydi. Yoki bo'lmasa esidan chiqib qoladi. Nechaga ko'paytirishim kerak deydi. Yana telefon qilsa, "Oppo, yana qildimi, olmay turay" deb qolishi mumkin ayrim bir ustalarda. Eng osoni shu. Maksimal напряжениyani minimaldan ayirib tashlaymiz, bo'ldi. Chiqqani o'sha paneldan keladigan tok kuchini hisobi chiqaveradi. Bizda sal boshqacharoq bo'ladi. Telefon qiladi, yordam bering deydi, kelib qilib keting, rasm video tashinglar deyman, ko'pchilik biladi. Rasm video обязательно so'rayman, чтобы nimadir javob berish uchun yo muammoni tezroq hal qilish uchun. Qaraymanda, значит, bu pulli ish. Deylik, yasharmaymiz. Bo'ldi, men buncha pul bo'ladi deyman. Aka deydi, kelishtiraylik deydi, yo bu yerga boraman, u qaqadir. Men bu joyini to'g'rilayman, men buni xizmati buncha, men buniki buncha bo'ladi desam, bo'ldi deydi. Hozir qilib yuboraman dedi, bilaman qilmaydi. Keyin u 8:30-9:30 dan keyin telefon qiladi, shogirdlar bor. "Aka, videozdan chiqib yuboring" dedi. 8:30-9:30 da telefon qilib yoqsam, ana o'sha joyda "Aka, bizdan oluvdi invertorni, yo xo'jayinni olgandi, tekinga keldim" dedi. "Yo, yoningdagiga ber turibgani" deyman-da. U gap ani yarim narxga kelgani ma'lum, baribir ertamindan chiqadi ko'tagi. Gap u pulda emas, yo kimdir nima deydi, nonini yeb ketishda emas, rizq Allohdan, biz sababini qilamiz, bo'ldi. Prosta iloji boricha o'sha muammoga duch kelmasligi uchun bu treninglarni uyushtirishimiz. Misol sizlar ham invertor sotasizlar, kimlardir o'rnatadi, kimlardir muammoli joylarga chiqadi. O'sha eng asosiy muammolarni ko'rib chiqaylik va bu ko'rib chiqqanimiz ana xudo xolisa videolarga yoziladi. Shularni o'sha qirqib, chiroyli qilib, yomon joylarni qirqib tashlab, chiroyli qilib, sizlar o'zingizlarga ham tarqatamiz, чтобы o'zingizlarda ham bo'lsin. Deylik, mana katta stansiyalar bor, 100 kilovatlik. Eng kattasi bari 100 kilovat. 1 megavat bo'lsa ham bu bari 100 kilovatdan yig'indisi. 100 kilovatli stansiyalarni asosan nima qilamiz? Ko'pchilik o'sha pana joyga invertor qo'yaylik, salqin joyga skvoznak shu shabada joyga qo'ysin, qo'yaylik deymiz. U
nimani olib keladi? Biz naryoqda turgan panelimizdan ko'proq kabel tortishimiz to'g'ri keladi. Kabelni ochiq tortmaymiz, gofrada tortamiz. Yana ayrim bir joylarning talabi bor. Temir latokda bo'lishi kerak. Go standart temir latokka qo'ygandan keyin nima qilamiz? Buni krishkasini yopamiz. Krishkani yopgandan keyin nima qilamiz? Samarez bilan qotirib chiqamiz. Chunki shunaqa krishkalar narxiga yarasha qo'yamiz, ekonom qilik deb. Keyin ayrim bir kabelni tortib oladi Samarez. Biz uni tekshirganda qanaqa qilib tekshiramiz? Ko'pchilik keladida gruppani tekshiradi. Tak, 450 volt, 650 volt, 650 volt bo'ldi, hammasi kelib turibdi. Ulagandan keyin paq etib avtomat tashab turadi yoki bo'lmasam invertor ekranda ko'rsatib turadi. Mana degani eng bitta zo'r taraflardan bittasi o'sha ekranida ошибкani ko'rsatib turishi. Boshqa invertor, katta invertor qo'yamiz, uni displeyi yo'q, paka biz uni telefonga ulab Wi-Fi ga olib keltirib 3-4 kungacha uni kuydirib qo'yish ehtimoli kuchliroq boshqa invertorlarda. Bunda ekranda bo'lgani uchun sirazi joyida ko'rsatadi ошибкani. Keyin shunga qarab biz harakat qilamiz. To'xta deymiz. Qayerdadir muammo bor. Endi yosh ustanovchilar uni bilmaydi, напряжение tekshiraveradi. Hammasi 650 volt, 650 volt bir xil 1 voltga raznica qiladi, bo'ldi. Zo'r ekan deydi. Lekin ularga nima taklif qilishimiz kerak? Kelib turgan plus напряжениеni tokki, DC tokki zazemleniyaga korpusga nisbatan tekshirish kerak. Prazvon oddiygina. Qonun qoidasi bo'yicha yoki ikkinchi yo'minisini. Kabel o'zi megaometrda tekshirib chiqilishi kerak. To'g'ri, lekin endi biz eng oson yo'llardan bittasi bu. Tekshirsak, bari bittasi o'zi bittasi probitiy bo'ladi, keyin ana o'shandan topolsak bo'ladi. Ko'pchilik o'ylaydi, nimaga sizlarda qimmat, nimaga boshqalarda arzon deydi. Ana hammani o'zini bunga yarasha fikri bor, taklifi bor. Shaxsan o'zim ko'pchiligiga nima deyman? Mana bu hozirgina yaqinda men bitta ikkita xitoylik kelgan ekan, u xitoyliklar bilan gaplashganimda ham endi ikkalasi xitoycha ustimdan kulgandek qilib gapirdi-da, mayli endi ularning fikri. Nima uchun qimmat deganda tushuntirdim. Sizlar mahsulot sotasizlar, keyin bitta ustani yoniga taklif qilib berib yuborasizlar. Ko'p aksariyat arzon ustalar, arzon montajniklar nima qiladi? O'rnatdim. Aka, o'rnatganimga javob beraman. U invertoring to'g'ri ishlaydimi, ishlamaydimi? U do'kondan yo o'sha sotib olgan joyingdan so'ra deydi. Biz nima deymiz? Bizni tavsiya qilgan joyingdan deymiz, mijoz sizlarga qaytib chiqmaydi. O'zi umuman ham muammoli chiqmaydi. Faqat mahsulot olish uchun chiqishi mumkin, lekin yana o'rnatmoqchi bo'lsa, lekin nimadir kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, o'zi avvalambor bo'lmaydi iloji boricha. Bo'lib qolgan taqdirda ham to'g'ridan-to'g'ri o'zimizga chiqadi va biz 1 yil davomida o'sha nima muammosi bo'lsa, o'zimiz hal qilib beramiz. Keyin yo'qolib qolmaymiz, sezonni o'tmasmiz deb qo'ying. Ha, yo'qolib qolmaymiz, telefonlarimiz o'sha. Bizda o'sha mijozlardan yoki savdogarlardan O'zbekiston bo'yicha tushib keladigan, misol har kuni kelmasa ham haftada bir marta, bir oyda bir marta har xil ma'lumotlar keladi. Muammolari yoki noqulayliklari yoki kamchiliklari hammasi bo'yicha keladi. Biz buni yig'ib eng asosiylarini, deylik, haqiqatan zavodga taqalib qoladigan narsalar, ma'lumotlarni yig'ib biz mana Alisher akaga topshiramiz. Alisher aka непосредственно o'sha zavodga o'zini talabini qo'yadi. Mana O'zbekiston havo klimati uchun mana bu talablarga to'g'ri kelmayapti standartimiz. Ozgina mana shu joyga ishlov beringlar, o'zgartirib qilinglar deb. Misol o'tgan yili rus tilida qildik, DE Cloud'da. Oldin rus tilida yo'q edi. Shu inglizcha edi faqat, yo xitoycha edi, yana italyancha 2-3 ta til bor edi. Mana rus tili qildik. Mana nisbatan ancha oson bo'lib qoldi. Nastroykalarga kirib to'g'rilash ham. Endi borib xudo xolisa o'zbek tili bo'ladi. Bundan tashqari o'sha ichidagi komponentlarni ham mo'shniyrog'ini qo'yamiz yoki yana alternativni qilamiz. Чтобы yaxshi ishlatish uchun fermerlarda 50 kilovat, 100 kilovat, 200 kilovat, 500 qo'yganlar imtiyozli krediti bo'lganligi uchun ularda qanaqa 60 talik transformator turibdi, unga 50 yo 60 kilovatli quyosh stansiyasini o'rnatadi-da, bo'ldi, yoqdim, mana bir kun ishladi, yozdi chizini qiladi-da, pulni oldi, ketdi. Fermer ham hech qachon qaramagan transformatorga bir 10 yillab turgan, absolga qilinmagan. Keyin bir 2 oydan keyin fermer telefon qiladi-da, aka deydi, qizil yonib turibdi ekan deydi. Bizni vaqtimizga o'sha qizil lampochkasi ham bor deydi. O'shaniga yani yog'ini ko'rsa, tagida nima ekansak, yo'qni bilmayman dedi, lekin qizil lampochka yonib turganini ko'rdim deydi. Keyin biz boramiz uni. O'tani visokovoltga kelgan ko'p holat o'zimda bo'ldi. Предохранительlarini держатели bor tepada, pastda turgan. Держателlar yorilib, предохранители tushib ketib qolganlari ham bor. Shuni hisobiga ana
mana shu Alisher aka savol berdi. O'sha naprojeniyani ayrim bir fazani oshib ketib qolishiga ham shunga to'g'ri kelib qoladi. Nimaga 380 полноценный chiqmaydi? Chunki uni bitta уже предохранитель kuygan yo tushib qolgan. Agar gapim noto'g'ri bo'lsa, to'g'ri, keyin Высокий tomonlarda pog'ona bermaydi, trassamatr. yo'q-ku o'sha yo'q предохранитель. Predaktor vazifasini o'taydi, lekin trassamatr bilan aloqa pog'ona bermaydi. Qaytanga o'sha ishlab yurib turgan. Shuni yo'q. O'zi predaktorning ichi ham, PN ichi ham shunaqa alyumin simda turadi. Alyumin sim, высоко bo'ladi. qolsa deyapti. Uzilib qolsa, uzilib qoladi-ku. Faza bor nesimetriya keyin. Shuni Xuddi o'sha narsadan kelib chiqamiz. Biz nimaga unaqa visokovoltniy bilan shug'ullanmaganman, uni ichini bilmayman, lekin praktikamizda bo'lgan narsa keldik, ko'rdik mana shu narsani, shu mutaxassislarni, dopuski borlarni chaqirdik, ular to'g'riladi, tekshirdi, hammasini ishga tushirdi, ketdik. Kimlardadir savollar qolib ketib javob berolmay qolgan bo'lsak, o'sha gruppamiz bor, kanalimiz bor, bemalol yozishinglar mumkin. Qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha bepul servis xizmatini qilishga ham harakat qilamiz. agar bizdan olsalar. Ha. Shunaqa. Undan tashqari eng asosiy e'tibor beradigan narsalarimiz bu shu quyosh panelini o'rnatgandagi ustalarning qiladigan o'sha xatoliklarini, kamchiliklarini yoritib borishga harakat qilamiz. O'shaning uchun bizni kuzatib boringlar. Endi bilaman kommentariyada negativ qoldiradiganlar ham chiqib turibdi ora-orada. Ularga e'tibor bermasdan, xudo xolisa, bundan-da chiroyli treninglar uyushtirishga harakat qilamiz. Shuning uchun hammalaringga kelganlaring uchun, qimmatli vaqtlaringni ajratganlaring uchun ming bor katta boshimiz teknika rahmat. Rahmat.